Bugungi qarshimga chiqqan video debot makiyaj qilamiz birga. Qila olamizmi yo'qmi bilmayman. Unisiga javob bera olmayman. Shuning uchun kirish qismini qilib, keyin makiyajga o'tamiz. Bittasi o'xshab qoldi degan umiddaman. Endi makiyajga o'tamiz. Bu trendda birinchi qoshdan boshlanar ekan. Qosh kelaylik. Debot makiyaji Filippinlarning voy o'la. Filippin qizlarini 2000-yildagi make-up ekan. Qoshimizni bekitib olamiz. Iplolaydi ish qilib. Inshaalloh. Video oxirigacha qorayib chiqib qolmaydi degan umiddaman. Endi ingichka qosh chizamiz, chunki 2000-yillarda ingichka qosh moda bo'lgan ekan. Ingichka qoshlar qoshimni ust qismini chizdim, tagi qoldi. Qoshimiz hozircha klass. Bo'lmasa, yuzlarga o'tamiz. Yaxshi 2000-yil makiyajim hozir bo'lib qolmagan ekan. Umuman boshqacha odamga aylanar ekanman. Yo'q ekan. Okey, sal o'xshadi. Qo'ygan makiyajlarimni qilib bir hamma yog'ini tekslab kelaman. Tayyor. Oxirgi bosqichini qilamiz.